Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Bugun 4-aprel 2026-yil Andijon shahridan mana shu mashinalarimiz sotuvda bor edi. Shu mashinalarimizni kanalimizga joylayapmiz. Qiziqish bildiradiganlar bemalol kanalimizga o'tib obuna bo'lib telefon qilishingiz mumkin. Birinchi mashinamiz Honji H5 mashinasi 2024-yil ishlab chiqarilgan. Yurgan masofasi 50.000 kilometr. Kraskalari radnoy, mana salon holatlari. Orqa holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Nihoyatda bir chiroyli ishlangan mashinalarimizdan. Xitoyning yetakchi brendlaridan Honji H5 mashinasi. Pravetsvinni mashina. Ko'pchilik qiziqadi bu mashinaga. Mashinamizning narxi $25.500. Kelishadigan joyi bor. Xo'p, ikkinchi mashinamiz Kia Carens mashinasi. 2024-yil ishlab chiqarilgan bu mashinamiz. 30.000 probegda. Mana balon holatlari yangi. Salon holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Salonlari ham bejirim, nihoyatda yaxshi haydalgan. Sidinalari mana bu alohida razdelli sidinada. Orqada o'rindiqlari bor. 6 ta o'rindiqli mashina. 2024-yil. Xo'p, 30.000 probegda mashina. Mana bu mashina ham kichkina mashina emas, savlati ham o'ziga yarasha. Trekker turibdi yonida. Mana bu mashina trekkerdan ancha savlatlik. Bu mashinamizni narxini $20.500 qo'ydik. 2024 30.000 kilometr yurgan Kia Carens mashinamiz. $20.500 narxi. Xo'p, trekker mashinamiz bor 2023-yil 90.000 probegda. Primer pozitsiyasi, narxi $14.500. Balonlari yaxshi holatda, propan gazi ham bor, kraska bo'lmagan, toza 100% radnoy mashina. Xo'p, navbatdagi mashinamiz Souset 09 mashinasi, ya'ni 90 pluslar bilan deyarli bir xil. Oldida ozgina restyling qilib o'zgartirish kiritilgan. 2025-yili. Yurgan masofasi 26.000 kilometr. Mana salon holatlari. Yaxshi. Yangi mashina 25-yil. Orqa holatlarini ham ko'rishingiz mumkin mana. 90 plusni yangilangan versiyasi, deyarli bir xil 90 plus bilan, Jetower bilan. Xo'p, narxini $23.800 qo'ydik 25-yil. S09 mashinasini, Jetower'da. 2 li motorda bu mashinamiz. Xo'p, keyingi mashinamiz mana shu 3 ta 90 plus mashinasi, Jetower. Uchalasi ham deyarli bir xil. Mana qora rangda. Xo'p, bunisi 2023-yil 65.000 kilometr yurgan 2 li motorda. Mana yozuvi bo'ladi, mana krilosida. Qora salon bu. 2 li motori. Narxi $22.500. Xo'p, keyingisi 2023-yil 59.000 yurgan propanda. Bu ham ikkalasi ham propan, bu ham propanda. 59.000 probeg. Bunisining narxi ham $22.500. Bunisining saloni mana jigarrang salon bo'ladi. Bunisi mana qora salon bo'ladi mana. Ikkalasi ham oxirgi pozitsiyalari full pozitsiya. Xo'p, ikkovini ham narxi $22.500 dan. Mana 24-20 yurgan, buni narxi sal qimmatroq. Xudo xolasa kelishtirib beramiz. Xo'p, Jetower ishqibozlariga 70 plus ishqibozlariga mana Jetower Luxury pozitsiyasi bor. 2023-yil 60.000 kilometr yurgan. Bu mashinamiz ham nihoyatda toza kraskalari yo'q, mana salon holatlari. Luxury pozitsiya. Sidina isiydi, soviydi, sidina pamitlari bor. Nihoyatda tiniq holatda bu mashinamiz ham. Mana ko'rishingiz mumkin. Benzinda 60.000 kilometr yurgan, oq rangda, kraskalari toza. Narxini
800 dollar. Luxury'da narxi 19800 dollar qo'ydik. Hop. Yana bitta Jetower brendiga tegishlik Jetower X70 Plus mashinamiz. Narxini 14700 dollarga beramiz bu mashinani 2023-yil. Hop, yurgan masofasi 72000 kilometr yurgan. Mana salon holatlari. 7 o'rindiqli bu mashinamiz ham. 7 o'rindiq. Rangi to'q ko'k rangda. Mana orqa holatlari. Narxi 14700 dollar. Trekkerni puliga Jetower minaman deganlar akalarimiz uchun mana shu mashinani tavsiya qilamiz. Balonlari yangi holatda. Mana balonlari yangi. Mashinamizni mana shu krilochasida ozgina kraska sepilgan joyi bor. Shundaysiga kraska sepilgan. Boshqa detallarida yo'q. Mana shu krilosida kraska bor. Aybi shu xolos. Boshqa ayb nuqsoni yo'q. Nihoyatda ideal mashina bu mashinamiz ham. Xo'p, navbatdagi mashinamiz Jetower'da eng katta modellaridan X95 modeli 2023-yil 52000 probegda propan gazi bor bu mashinamizni. Xo'p, kraskalari 100% radnoy, hech qanaqa ayb nuqsoni yo'q, xudo xolasa. Hop, bu mashinamizni 19900 dollarga beramiz. Mana toza kraskalari. Puli ham arzon. Xo'p, navbatdagi mashinamiz Bestun T55 mashinasi bu ikkovi ham. Xo'p, bunisi ham 2023-yil ikkovi ham bir xil. Bunisida propan gaz uстановка qilingan, bunisi benzinda. Xo'p, birinchisi probegi 70000 kilometr, ikkinchisini probegi 20000 kilometr. Bunisi propan, bunisi benzin. Ikkalasi ham radnoy mashina, kraska bo'lmagan. Holatlari juda ham ideal mana. Ikkalasini ham balon holatlari yangi turibdi. Hech qanaqa ayb nuqsoni yo'q. Mana xudo xolasa bu mashinalar ham bizni O'zbekistonda sinovdan o'tgan mashinalar. Xaridorgir mashinalari ko'pchilik qiziqadi. Bestun T55 mashinalariga ko'pchilik minib qiziqadi, yumshoq mashina. Xo'p, narxlari 16000 dollar, 16500 dollar narxi. Ikkalasi ham radnoy, kraska bo'lmagan, toza 100%, tiniq mashinalar. Xo'p, kanalimizning nomiga yarasha puli arzon deb kanalimiz bilasizlar nomini, shunga yarasha arzon qo'yapmiz, xudo xolasa. Mashinalarning holatlari yaxshi. Xo'p, Hyundai Santa Fe mashinamiz bor, 2015-yil. Mana 100,000 kilometrdan sal oshgan probegi. Xo'p, gazlari bor. Hyundai Santa Fe'da 2015-yilgi modeli. Tiniq, zo'r mashina. Bu mashinamizni ham narxini 14700 dollar qo'ydik, xudo xolasa. Kelishadigan joyi bor. Nihoyatda yumshoq, haqiqiy koreyskiy zborka mashina. Koreyskiy mashina minaman deganlarga shu mashinani tavsiya qilamiz. Savlati ham o'ziga yarasha. Eng qizig'i bu mashinamiz ham 7 ta o'rindiqli mashina. Mana salon holatlarini qarang, chiroyli nakitkalar solib qo'ygan. Mana orqa qatorlari, panorama luklari bor. Sidinalari isib soviydigan shunaqa variantidan mana. Tiniq mashina xudo xolasa. 14700 dollar kelishadigan joyi bor. Xo'p, keyingi mashinamiz Jetower'lar ichida eng kattasi T2 modeli 2024. Hop, yurgani 32000. Bu mashinamiz narxi 25600 dollar. T2ni birinchi pozitsiyasi nihoyatda tiniq holatda 24-32 ming yurgan. Shu mashinalarimiz xudo xolasa sotuvda. Manzilimiz Andijon shahri, mana bu tomonda aeroportdan kelish, bu tomon shaharning ichiga kirib ketish. Shu aeroport yo'lidan shu Visus klinikasi, Diyor klinikasiga yurishda mana shu mo'ykani yonida joyimiz. Andijon shaharda hech qanaqa lokatsiyani ham qiyin joyi yo'q. Bemalol katta yo'lni bo'yida. Bemalol qaysi viloyatdan bo'lsa telefon qilib aloqaga chiqsanglar
Kelsanglar, mashinalarni kelishtirib beramiz. Shu mashinalarimiz xudo xolasa deyarli arzon qo'yapmiz. Yana kelishadigan joylari bor bu mashinalarimizni. Kimda kim qiziqish bildirsa, hozir telefon nomerlarini yozib qo'yaman. Bemalol kelib savdolashib olib ketishinglar mumkin. Xo'p, salomat bo'linglar. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Kanalimiz rivoji uchun hissanglarni qo'shib qo'yasizlar. Xudo xolasa hammanglarga rahmat, salomat bo'linglar.